Musulmon inson bu dunyoning haqiqatini, mohiyatini anglab yetsa, dunyo faqat soniyalar, sanoqli kunlardan iborat ekanini bilsa, oxiri esa tugab ketishini tushunsa, ertaga esa haqiqiy hayot, qiyomat kuni, jannat, abadiy hayot ekanini bilsa, u shunga qat'iy harakat qilib tayyorgarligini ko'radi. Shu haqiqat bilan yashaydi. Alloh taolo aytadi: "Men jin va insonlarni faqat o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim. Sizlarni behuda yaratdik deb o'yladingizmi? Va albatta bizga qaytmaslikka ishondingizmi? Ertaga siz Allohning huzurida turib hisob berasiz. U yerda siz qilgan har bir ish agar Alloh huzurida foyda bermaydigan bo'lsa, nadomat keltiradi. Hattoki muboh bo'lgan ishlar ham, halol bo'lgan o'yin-kulgi va shunga o'xshash narsalar. Men bu vaqtni Robbimni zikr qilish o'rniga o'tkazib yubordim deb nadomat qiladi. Qur'on yodlasam bo'lmasmidi shu o'rniga deb pushaymon bo'ladi. Koshki men haqiqiy hayotim, oxiratim uchun amal qilgan bo'lsam.